İkinci bölüm 19. kısım. Soğuk Bilezük. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende İslam Çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk Bilezük namlıq eserini anlatışını başlayımız. Biz türmege qaytdik. Saqchilar qanchalik öy kesdi deb so'rdi. Biz ahvolni desak, saqchilar va turma boshlig'i hayron qoldi. Chunki ularmi bizga 3 oydan 6 oygacha öy kesidi deb o'ylabdi ekan. Bizga bundaqchiq öy kesilganligi uchun ularning bizga ish og'ritib islashlik qilganligi chiroyidan chiqib turadi. Ular bizga uzun qolmay chiqib ketsalar, shuni chatoq chiqarmay turinglar deb bizni kamerga mang'uzib etdi. Biz putimizdagi zanjirlarni olg'izib o'tib yotoqqa kirib ketdik. Bizning ruhimiz bekli tushgan edi. Biz 3 kundan 7 kungacha bo'lgan oraliqda aran normallashdik. Bundan keyin hammamiz o'z ishimiz bilan turma hayotini davom qildik. Bizda faqat 2 tal Qur'on bor bo'lib, yetarlik emas edi. Bir necha qitim Qur'on akirib berishni aytgan bo'lsaqmi, ular bu yerda musulmon oz, akirib berishga tirishayli dedimi, yoki deb qo'ydik akirib beradigan bo'ldi dedimi, toza esimda yo'q. Shunda qilib bizda bor bo'lgan 2 tal Qur'onning birini 6 parcha, yana birini 5 parcha qilib ajirtib, ayrim tikib o'qidik. Chunki biz Qur'on o'rganishga va o'qishga to'lim ehtiyojli edik. Ulug' Qur'oni Karimga amal qilamiz deb bu turmalarda aytib Shunda qilib asl Qur'on o'qish, zikr tasbih aytish va haftada bir da'vat qilib iymonlashish va undan boshqa har xil mashq, badan chiniqtirish qatorliq mashg'ulotlar bilan 6 oy to'shishga oz qolgan edi. Bir kuni kechda turma boshlig'i bizga tarjimon orqali boshqa turmaga yetkilib ketganligimizni bildirdi. Lekin qachon yetkildigimizni demadi. Biz shundaqdimi aztol tayyorlik qilib qo'ygan edik. Bir kun etigan soat 4 atrofida turma saqchilari va g'alchilar biz bar kamerning oldiga kelib, hozir tayyor bo'linglar. Turmadan yetkilsizlar dedi. Bu vaqt kecha bo'lib, bomdod namoziga xili vaqt bor edi. Bu chaqda asosan hammamiz o'rnimizdan turib bo'lgan bo'lib, ba'zimiz tahajjud namozini tugatgan, yana ba'zilarimiz vitr namozini o'qib bo'lgan, yana ba'zilarimiz o'qishni boshlagan edik. Shunda qilib biz narsa keraklarimizni elib sirtga chiqdik. Ular yana shu zanjirni har ikki odamni bir qilib silib qo'ydi. Oramizdagi ikkalanga ayrim-ayrim zanjir soldi. Shu oraliqda zanjir soldigan uyning oldida vitr o'qimaganlarimiz vitrni o'qib oldik. Narsa keraklarimizni yutkash uchun mashinaga bordik. Bizni yutkashga 2 mashina kelgan ekan. 5 odam bir mashinaga, yana 5 odam yana bir mashinaga chiqdik. Taxminan 20 minutdan keyin bomdod namozini mashinada o'qidik. Boshqa turmaga borguncha yo'lda yeydigan tomoq deb bir xalta guruch, bir xalta tuxum elib berdi. Biz chiqqan mashinaning oldi-keynida qo'g'daydigan mashinalar bor bo'lib, yo'l ustida oz to'la to'xtab bizga suv va yeydigan narsa berib, taxminan 10 soat atrofida yo'l yurgandan keyin biz kelmoqchi bo'lgan turmaga yetib keldik. Bu turma qarmoqqa bek cho'ngdaq qiladi. Tokliq ichildigan eshikdan kirib, bir oz mang'andan keyin tekshirish o'rnining oldiga kelib to'xtadik. Bizni kaniki ishchilik qildigan tok mashinasining orlig'idan o'tkazdi. Narsa keraklarimizni tekshirib o'tkazdi. Biz endi 3-tekshirish o'rniga keldik. Bizni yengil tekshirgandan keyin bu yerda yangi bar mayka va uzun ishdan keyish cheklanadi. Turmadan chiqqanni qaytarib beramiz deb kiyimlarimizni ilib qoldi. Biz yana bir oz mang'andan keyin yana bir tekshirish o'rniga keldik. Bu yer bek cho'ng bo'lib, butun turmadagi kasallar yoki yangi kelganlar va yoki chiqib ketmoqchi bo'lganlar bu rayonda tekshirilgandan keyin o'tkazildi ekan. Shunda qilib biz hamma tekshirish rayonlarida tekshirilgandan keyin bu turmaning markaziga joylashgan taxminan 3 qavatlik bir rayonga keldik. Ular putimizdagi 2 odamni bir qilib silib qo'ygan zanjirni elib o'tib, eg'irligi 4,5 kilo, uzunligi 60-70 sm keladigan zanjirni hammaylanga ayrim-ayrim silib qo'ydi. Biz 10 kishini 2 rayonga ayirib etdi. 5 kishini birinchi rayonga, yana 5 kishini boshqa bir rayonga. Bu turma jami 13 rayonga bo'lingan bo'lib, nihoyat cho'ng va yangi ham chiroyli manzarlar bor edi. Turma darvozasidan markaziy rayonga joylashgan 3 qavatli o'ringa kelguncha, kaniki 1 metr, egizligi 2 metr keladigan sim qafasning ichida mengib keldik. Biz 5 odamni bu turmaning jazo rayoni deb atalgan 5-rayonga keldi. Yana 5 odamni 2-rayonga elib ketdi. Biz 5 odam 5-rayondagi tekshirish o'rnida yana bir qitim tekshirilgandan keyin 5-rayonga kirdik. Bizning chas soqollarimizni ilib etdi. Narsa keraklarimizni ilib qoldi.
Andın bizni ayrım-ayrım kameraga solab qo'ydi. Jazo rayoni deb atalgan bu rayonda jami 4 rayon bor bo'lib, birinchi jazo rayoni, ikkinchi jazo rayoni, uchinchi jazo rayoni ekan. Ammo 4-rayon bo'lsa normal jinoyatchilar turadigan rayon ekan. Bizni akirib solab qo'ygan rayon ikkinchi jazo rayoni bo'lib, bu yerda 2-3 kun turgandan keyin bizni birinchi jazo rayoniga yutkab boshqa millatdan bo'lgan 2 odam bilan bizdan bir odamni qo'shib 3 kishini bu kameraga solab qo'ydi. Bu rayonda 3 oy turgandan keyin ikkinchi jazo rayoniga yutkamish. Shundoq qilib bu turma kelganimi 15 kun bo'lsa kerak, bizni tekshiruvga doktorxonaga opardi. Taxminan 1 kilometr yo'l menib turma doktorxonasiga keldik. Turma doktorxonasi ba'zi viloyatlardagi doktorxonalardan cho'ng bo'lib, taxminan 10 qavat keladi. Bu doktorxona necha rayon va bo'limlarga bo'lingan bo'lib, ishlaydigan doktorlarning ko'pinchisi ayollar edi. 2-3 soat saqlagandan keyin bizni cho'ng tekshirish qildi. Bu turmaga yangi kelganlarning hammasini og'ir kasal bormi yo'qmi bilish uchun mushundoq tekshiraydi ekan. Biz shundoq qilib kameraga qaytdik. Biz bu jazo kamerada 2 oy turgandan keyin tarjimon orqali putimizdagi zanjirni ilib o'tishni 5-rayonning boshlig'iga aytdikmikan aniq esimda yo'q. Biz bu yerga kelib bir hafta bo'lar bo'lmay, bir qarindishim qattiq og'rib, bir oydan ko'proq doktorxonada yetib qoldi. Yana bir qarindishimizmi og'rib qilib, soqchiga degan edik, bir qitim opirib tekshirib ekilib qo'ydi. Bu turmaning tomoqi shunchalik ochiq ediki, umrimda bundoq ochiq tomoq yeb boqmagan edim. Shunga tomoq singmaslik paydo bo'lib, o'ruqlab ketgan edik. O'rnimizdan tursak, beshimiz qiyib, yiqilib tushgudek holga kelib qolgan edik. Shu sababdan bo'lsa kerak, 2 oydan keyin bizni markaziy rayonga keldi. Ikkinchi rayonga bo'lingan 5 qarindishimizni akeldi. Ularmi shundoq o'ruqlab ketibdi. Ulardanmi bir kishi doktorxonada yetib qopti. Ular bilan ko'rishib ahvollashib bo'lgandan keyin ular mendan ko'p ansirganligini, salomatligi yaxshi emas edi, qandoq bo'lgandi deb o'ylaganligini aytdi. Ularning ansirishi haqiqat edi. Chunki men qaytishdan burun qo'rsoq og'riqi bilan yetib qolgan edim. Namozda o'ltirib Qur'on o'qiydim. U bir ne'g'imi boshqa qarindoshlar yo'lab operatdi. Taxminan bir hafta shundoq yetib qolgan edim. Umrimda bundoq qattiq og'rib boqmagan edim desam xatolashgan bo'lmayman. Biz bu markaziy rayonda 2 soat turgandan keyin bizni bir ishxonaning oldiga keldi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.